بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Allohning muborak oyi Ramazonda, bu Ramazonning muborak kechalaridan birida Allohning uylaridan bir uy bo'lmish sizlarning muhtasham masjidingizda bu oyda o'tkazayotgan Ramazon ruhiy tarbiya, qalb pokligi va axloq sayqali oyi mavzusidagi suhbatlarimizdan navbatdagisini birgalashib baham ko'ramiz. Bu ishda faqat Allohning o'zidan, yolg'iz o'zidan yordam so'ragan holda bo'lamiz. Boshqa masjidlarda o'tgan suhbatlarimizda biz bandaning qalbi pokligi, axloqi sayqaliga omil bo'ladigan, vosita bo'ladigan narsalar to'g'risida suhbatlashib kelayotgan edik. Avval farz ibodatlari, rukun ibodatlarini gapirdik. Bundan keyin qiroati Qur'on, Allohning zikri, undan keyin shu zikrlarni tartibga solish bo'yicha mo'min musulmon odamning kundalik tartibi, kun tartibi, avrodlari, vazifalari to'g'risida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mo'min musulmon bandaning qalb pokligi, axloqining go'zalligini ta'minlovchi yana ba'zi bir omillar to'g'risida suhbat qilamiz. Mashoyixlarimiz bandaning qalbini pokligi, axloqining sayqaliga sabab bo'ladigan omillardan biri tafakkurdir deydilar. Tafakkur so'zi fikr o'zagidan olingan bo'lib, bir narsa haqida chuqur fikr yuritish, mulohaza qilish, uning nozik joylarigacha aqlini ishlatib, oqibatini o'ylab ko'rishni aytiladi. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarni nozik taraflarini tafakkur bilan, ta'ammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa shuncha ozdir. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Allah Taala bu oyat-i karimada aytayaptiki, albatta osmonlar va yerni xalq qilinishi, yaratilishida, kecha-yu kunduzni almashinishida aqli bor kishilar uchun juda ko'p oyatlar, belgilar, alomatlar bordir. Osmonga nazar solib tafakkur qilsa, yerga nazar solib tafakkur qilsa, kecha kunduzni birdek almashib turishiga tafakkur qilsa, aqlli odamga juda katta belgilar namoyon bo'ladi. Bu narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolishi mumkin emasligi, Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech bir zot bularni yarata olmasligini biladi, ishonadi, idrok qiladi. Ana shu idrok qilish uchun aqlli bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi allazina yadhkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Ikkinchisi demak tik turganda ham, o'tirganda ham, yonboshlaganda ham Allohni zikr qilib turadigan banda bo'lish kerak ekan. Faqat yolg'iz aqlini o'zi bo'lsa, ehtimol bu tarafga tafakkuri yetmay qolishi mumkin. Osmonlar va yerni Alloh yaratganligini, kecha-yu kunduzni Alloh almashib turadigan qilib qo'yganligini idrok qila olmay qolishi mumkin yolg'iz aql bilan. Aqlga qo'shilib kishida doimiy ravishda Allohni zikr qilib turish sifati ham bo'lar ekan. Bundan keyin uchinchisi va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ana o'sha narsalarni yaratilishini tafakkur qiladi. Tafakkur qilib oxiriga yetganda subhanaka deydi. Parvardigorim, o'zing poksan, ma xalaqta hada batilan. Buni botilga, bekordan bekorga yaratganing yo'q. Shuncha narsani yaratib qo'yishingda albatta bir maqsad bor, ortidan bir hikmat bor. Ana tafakkurni foydali bo'lishi uchun inson zotida aql va eng muhimi Allohning eslash, zikr qilish, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham Allohning zikri bilan birga bo'lish lozim ekan. Haqiqatan har bir banda tafakkur qilsa, shunday bepoyon osmonni qayerdan paydo bo'lganligi haqida o'ylasa, undagi sonsiz, sanoqsiz planetalar, yulduzlar, yana boshqa narsalarni bir-biriga urushib ketmasdan bir xilda aylanib turishini ko'rsa, quyoshni ko'rsa, oyni ko'rsa, ularni tafakkurini qilsa, quyosh millionlab yildan beri ziyosini sochmoqda, bu ziyo hech kamib qolmaydi. Bir xil vaqtda chiqadi, bir xil vaqtda botadi. Oy ham shundoq, yulduzlar ham shundoq. Ularni hammasi o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki kim qildi bularni? Yagona Xoliq, mudabbir Allohdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi. Inson insof bilan o'zi yashab turgan yerga qarab nazar solsin, tafakkur qilsin. Yerni bunday holatda kim yaratdi? Undagi ajoyibotlarni kim paydo qildi? Qanday qilib kecha-yu kunduz almashib turibdi? Bir soniyaga xato qilmaydi. Millionlab yillar aylanmoqda. Har yili faslni bir kunida, bir soat, bir daqiqa, bir soniyada quyosh chiqadi, tong otadi. Xuddi shundoq aniqlik bilan quyosh botadi, kech kiradi.
Hattoki insonlar o'ta aniqlik bilan qilganmiz deb maqtanayotgan soatlarini har kuni yulduzlarga qarab to'g'rilashga majbur bo'ladilar. Bularning hammasi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Demak, insof bilan o'ylagan banda, tafakkur qilgan bandani qalbi larzaga tushadi. Qalbida kufr parchalanadi. Nifoq yo'qoladi. Qalbi poklanadi va Robbisini topadi. Ana shu tafakkur qalbning pokligi, axloqning sayqali insonning go'zalligi uchun nihoyatda zarur bir tafakkurdir. Tafakkur faqat bepoyon osmon u yer u kecha-yu kunduz to'g'risida emas. Xohlagan bir narsani oling. Eng ko'zga ko'rinmaydigan narsani oling. Tafakkur qilsangiz hammasi ajoyibotdan iboratdir. Uzoqqa borib o'tirmang. O'zingizni oling. Tirnog'ingizga nazar soling. Tuklaringizga nazar soling. Qayerdan kelyapti? Nimaga bundoq? Qanday vazifani ado etyapti? Kim berdi buni yoki kim bera oladi? Tafakkur qilgan odam subhanaka deyishdan boshqa imkoni yo'q. Alloh, faqat Allohning o'zigina bu narsalarni yaratadi, tadbirini qiladi, tutib turadi, ishga soladi, foyda berdiradi, xizmat qildiradi. Xohlagan narsani olib ko'ringlar. Xohlagan hayvonni, xohlagan qushni, xohlagan hasharotni, xohlagan o'simlikni, har birida Allohning bir u borligiga, qodir u xoliqligiga, hozir u nozirligiga, bekami ko'z sifatlariga alomatlar bor, belgilar bor. Ana shu haqiqatni biz yaxshi anglab yetishimiz kerak. Bizni boshqa jonzotlardan ajratib turgan tafakkur sifatini qadriga yetishimiz kerak. Buni ishga solishimiz kerak. Bundan foydalanishimiz kerak. Bundan Allohni tanishiga, Allohning sifatlarini bilishga, qalbimizni poklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tafakkur qiluvchilarni eng bosh imomlari bo'lganlar. U zoti va barakotning payg'ambarliklari aynan tafakkurdan boshlangan. O'zlari yashab turgan johiliyatning johilliklaridan bezgan zot. Ana shu yerdagi ahmoqliklar, adolatsizliklar, zulmlar, e'tiqodi buzuqliklardan bezgan zot hamma yo'qni tashlab Hiro g'origa kirib tafakkur qilib o'tirishni o'ziga lozim topdilar. Hamma narsadan ajradilar. Xalqdan, xaloyiqdan, oiladan, bola-chaqadan, yoru do'stdan, hamma narsadan ajrab, yolg'iz o'zlari Hiro nomli g'orda tafakkur qildilar. Dunyoning tafakkurini qildilar. Bo'lib turgan ishlarning tafakkurini qildilar. Allohning bir u borligi, qodir u hozirligini ko'ngillariga jo qildilar. Tafakkur bir maromiga yetganda, u zoti va barakotni qalblarini yoritganda, Alloh subhanahu va taolo u zoti va barakot alayhissalatu vassalomni oxirgi payg'ambari qilib tanlab, Jabroil farishta orqali Qur'on oyatlarini dastlabkisini nozil qildi. Aynan tafakkur so'ngida, aynan tafakkur ila o'zlari tayyor bo'lganlarida mana shu holat bo'ldi. Shuning uchun biz u zoti va barakotning ummatlari o'zimizning sevimli payg'ambarimizdan o'rnak olishimiz kerak. Har bir narsada tafakkur qilishimiz kerak. Tafakkur orqali Allohni izlashimiz, Allohning qudratiga tan berishimiz, o'shandek buyuk zotni bandasi ekanligimizga shukr qilishimiz va bu amalni qalbimizni poklanishi, ruhimizni tetiklanishi, axloqimizni
sayqallanishi, xizmatchisi bo'lishi payidan bo'lishimiz kerak. Islom ummatining turli davrlarida yashagan mashoyixlarimiz, Allohning valilari, buyuk zotlar tafakkur sohiblari bo'lganlar. Tafakkur haqida juda ko'p namunali gaplarni, fikrlarni aytganlar. Imom Abu Hamid al-G'azzali rahmatullohi alayh o'zlarining mashhur kitoblari Ihya Ulumuddinda keltiradilar. Luqmoni Hakim yolg'iz o'zi o'tirib tafakkur qilishni yaxshi ko'rar edi. Uning xodimi bu holatdan hayratga tushar edi. Gohida aytar edi: "Ey Luqmon, odamlarga qo'shilib suhbatlaridan bahramand bo'lsang bo'lmaydimi? Nimaga o'zing yolg'iz o'tirasan? Ko'pchilikning ichiga kirsang bo'lmaydimi?" degan gaplarni aytar edi. Shunda Luqmon Hakim: yolg'izlikda tafakkur bor. Ko'pchilikning ichida tafakkur qilib bo'lmaydi. Men yolg'iz qolib tafakkur qilaman. Tafakkur esa meni jannatga yetaklaydi derdilar. Boshqa ulug'larimizdan birlari aytadilar: kechada tafakkur ila 2 rakat qisqa namoz o'qiganim tafakkursiz kechani boricha namoz o'qiganimdan ko'ra afzal dedilar. Kechasi bilan namoz o'qiyapti, tafakkuri yo'q. Shu yiqilib turganini sanayapti, necha rakat bo'lganini. Lekin boshqa birov qisqagina 2 rakat o'qiyapti-yu, har bir harakatini, har bir talaffuz qilgan so'zini tadabbur qilyapti, tafakkur qilyapti, ma'nosini o'ylayapti, qalbi hozir turibdi. Ana o'sha zot demak butun kecha davomida ibodat qilgandan afzal bir maqomga ega bo'lar ekan. Mashoyixlarimizdan boshqa birlari aytadilarki, 1 soat tafakkur 1 kechalik ibodatdan afzaldir. Chunki tafakkur ila Allohni topyapti, qalbi pok bo'lyapti, axloqi sayqallanyapti, ko'p narsalarga sohib bo'lyapti. Sahoba ikromlarda ham tafakkur juda muhtaram bir narsa sifatida ehtirom qilinar edi. Abu Dardo nomli buyuk sahobiy o'tganlar, u kishining ayollari Ummu Dardo ham o'zlarining taqvolari, ilmlari, ma'rifatlari bilan butun islom jamiyatida dong taratgan ayol bo'lganlar. U kishidan ham ko'pchilik ko'p narsalarni, xususan taqvo, ibodat, zokirlik ma'nolarini so'rashar edi. Bir kuni kelib kishilar Ummu Dardo radhiyallohu anhodan so'rashdi: "Ey Ummu Dardo, Abu Dardoning eng yaxshi ibodati nima edi?" dedilar. Shunda Ummu Dardo radhiyallohu anhu Abu Dardoning eng yaxshi ibodati tafakkur va i'tibor edi dedilar. Yana boshqa bir mo'tabar kitoblarimizda keladi, roviylar aytadiki, biz Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan biri, 2, 3, 4dan emas, balki ko'pidan tafakkur iymonning ziyosi yoki iymonning nuridir deganlarini eshitganmiz deydi. Ana o'tganlarimiz tafakkurni qanchalik ulug' narsa ekanligini mana shu tarzda bayon qiladilar. Siz bilan biz bugungi kun musulmonlari aynan tafakkurga nihoyatda muhtojmiz. Hozir ilm fan rivojlandi. Osmonlar va yerni yaratilishi, kecha-yu kunduzni almashishi, yer yuzidagi, hayvonot olamidagi, nabotat olamidagi juda ko'p sir asrorlar kashf etildi. Ana shularning har birini eng arzimasini o'rgansak ham Allohning bir borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga dalil topamiz, hujjat topamiz, tan beramiz.
Allohga shukr aytib sajda qilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarning hammasi bizni qalbimizni poklanishiga, ruhimizni tiklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga xizmat kerak bo'ladi. Iymonimizni, e'tiqodimizni mustahkamlanishiga xizmat bo'ladi. Ana shu haqiqatlardan biz o'rnida va to'g'ri foydalanib borishimiz kerak. Bandaning ruhiy tarbiyasi, qalbi pokligi, axloqi sayqalining muhim vositalaridan yana biri o'limni eslashdir. Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar. Shuning uchun ham xalqimizda yomon, batarin odamlar har qanday gunohni tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarinlikni ep ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonning ko'z oldiga keltirilish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul innal mawtallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil g'aybi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aytgin o'sha o'limni tan olmaganlarga, aytgin o'sha o'limdan va'z nasihat olmaganlarga, aytgin: innal mawtallazi tafirruna minhu. O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayin deb qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikni chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Baribir duchor bo'lasiz. Qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybni-yu shahodatni biluvchi zotning huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiy-yu oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'lgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojinglar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, qulog'ingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tanma deydi, men bilan ushlagansan, u haromni deydi. Tanmagin, men bilan yurib borgansan, u haromga. Tanmagin, men bilan ko'rgansan, u haromni deydi.
Ana o'limni haqiqati shu. Shuning uchun o'limni o'ylash, o'limni ko'z oldiga keltirish, o'limdan keyingi holatga tayyorlanish eng baxtli odamlarning nasibalaridan bo'ladi. Zotan aynan o'limni o'zi kishilarning orasida hukm chiqarishni paydo qiluvchi omil hisoblanadi. O'lmasa hamma yuraveradi. O'lim ajratadi hamma narsani. Ana hozirgina xatmda domla o'qidilar. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Sizlardan qay biringizni amali yaxshiroq ekanligini sinash uchun. Mana shu yerda o'limni va hayotni yaratdi deyapti. O'zi aslida oldin hayot, keyin o'lim bo'ladi. Lekin oyatda o'lim oldin kelyapti. Nimaga desa, ulamolar aytadiki, shu o'limni odamlarga tezroq yetkazish uchun. O ko'zingni och, o'lim turibdi deyish uchun oldin o'limni aytib, keyin hayotni aytyapti. O'lim nima uchun ekan? O'lim mana shu dunyoda yashagan odamlarni amali qay biri yaxshi uchun sanashga, shunda o'lim demak hal qiluvchi nuqta hisoblanadi. O'lgan kunidan boshlab deydi, har bir kishining qiyomati qoyim bo'ladi. Hisobi bo'ladi, kitobi bo'ladi. Kimning amali qancha, qayerga yetdi, nima bo'ladi, hammasi ochiq oydin. O'lmaydigan hech kim yo'q. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jon borki, o'lim sharbatini tatiydi. Summa ilayna turja'un. Keyin bizga qaytasizlar deydi Alloh taolo. Hamma shu. Hammani bori shu. Bu dunyoda barhayot qiladigan inson zoti yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, kuchlimi, kuchsizmi, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi, hammani o'lishi bor. O'lgandan keyin Allohning huzuriga qaytishi bor. U yerda hisob-kitob bo'lishi bor. Ana shu haqiqatni demak unutmasligimiz kerak. Ana shu ma'noda ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz qalb xastaliklarini, tabiblari nomini olgan ulug'larimiz kishining qalbida doim o'limni eslab turish hissi bo'lishi uchun ba'zi bir choralar ko'rilishi kerak odamni o'zi tarafidan deydilar. O'limni eslab turish uchun eng keraklik vositalardan biri o'zini o'tib ketgan yaqinlarini sifatini eslasin. Otasi qanday odam edi eslasin. Onasi qanday odam edi eslasin. Yaqinlaridan o'tganlarini eslasin, sifatlarini eslasin. Qanday yaxshi odamlar edi, lekin o'tib ketdilar. Demak, bir kuni bizga ham navbat keladi. O'limni eslash uchun bemor ko'rgani borganda, janozaga, dafnga qatnashganda ibrat olsin. Yaqindagina zabardast, yerni yursa titratib yurgan, tutgan narsasini uzib olgan odam behol bo'lib yotibdi. O'zini oyog'ini o'zi ko'tara olmaydi. O'zini qo'lini o'zi harakatga keltira olmaydi. Og'ziga suv olib bora olmayapti. Nima bo'ldi bu? Demak, bu odam bunday holda ertaga biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Ne odamlar bor edi, yuvib tarab ambarga solib qo'yishibdi, namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Qimirlamay yotibdi, uni yelkalariga qo'yib ko'tarib olib borib tuproqqa topshirishyapti. Ularning hammasi ibrat. Har bir shunday holatni ko'rgan inson o'zini boshida ham shu borligini o'ylashi kerak. Janozaga borganda xiringlab uni buni gapirib, kulib, televizorda ko'rganini aytib, yana nimalarnidir aytish bu insonlikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Axir siz bilan bizga o'xshagan bir inson bu dunyoni tark qilib ketyapti. Vafot etdi, joni chiqdi, qimirlamay qoldi.
bugun u, ertaga biz buni o'ylash kerak. O'limni eslash, undan va'z nasihat olishni uslublaridan yana biri qabrlarni ziyorat qilish. Zotan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham aynan shu hikmatni aytganlar. Kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fa amma al-ana fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta deganlar. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Ammo endi ularni ziyorat qilavering. Chunki ularning ziyorati o'limni eslatadi dedilar. Islom yangi kelgan paytda hamma but sanamlarga topilishar edi. O'sha but sanamlarning hammasi deyarli qabristonga bog'liq edi. O'lgan odamlarni eslab turamiz deb shaklini qilib qo'yib yurib, vaqt o'tishi bilan ularni sanamga, butga aylantirish bo'lgan edi. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vassalom Allohning amri bilan qabristonlarni ziyorat qilishdan man qildilar. O'sha ibodat esga tushmasin, yana yangilanib turmasin deb. Tavhid aqidasi kishilarning qalbida joylashib bo'lgandan keyin, endi tavhiddan chetga chiqishdan qo'rqish, xavf yo'qolganidan keyin yana qabrlarni ziyorat qilishga amr qildilar. Aytayaptilarki, ziyorat qilinglar, o'limni eslatadi. Qabristonni ziyorat qilishdan ko'zlangan maqsadlardan eng kattasi ziyoratchi qabristonni ziyorat qila turib, qabrlarni, o'limni eslab o'zi va'z nasihat olishidir. Qolaversa duo, Fotiha, qiroati Qur'ondan o'lganlarga naf yetishi ham bor. Lekin haligi ziyoratchini haligi holda o'zidan demak ibrat chiqarishi nihoyatda muhim narsa. Shuning uchun qabristonda oldidan o'tayotganda duo qil, qabristonlarni ziyorat qilib tur deyishi shu. Haftada imkonini topganda qabristonga borib, yaqinlarini ziyorat qilib, duo qilish albatta juda foydali, yaxshi ish hisoblanadi. Sharti shuki, tirik odam ibrat olsin. Ana shunday islom ta'limotlariga amal qilib yurgan shoirlardan biri qabristonni ziyorat qilib turib aytgan ekanlar. Ashabul ajdasi antumu mislana bil amsi kuntumu layta sha'ri ma fa'altum arabihtum am khasirtum. Ey qabr egalari siz, kechagina bizdek edingiz. Qani endi men bilsaydim, yutdingizmi yoki yutqizdingiz? Haqiqatan qabristonda hamma yotibdi. Podshoh ham, fuqaro ham, boy ham, gado ham, erkak ham, ayol ham, olim ham, johil ham, hammasi yerni ostida yotibdi. Lekin ularning nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Qaysinisi najot topdi, hech kim bilmaydi. Qaysinisi azobga qoldi, hech kim bilmaydi. Hali aytganimizdek, odam o'lishi bilan qiyomati qoyim bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni jamoatga chiqsalar, odamlar kulishib o'tiribdi. Haligindan bir oz sezdilarda, agar men bilgan narsalarni siz bilganingizda kulmasin deydilar. Ey bilib qo'yinglar, sizlar lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Qabristonning yeri har kuni aytib turadi: "Men tuproq vataniman. Men qabr vataniman. Men qurt qumursqa vataniman. O'zimni quchog'imga kelayotganlarni kutaman" deydi. Agar mo'min banda, taqvodor banda qabrga qo'yilsa, qabr aytadi: "Marhabo, xush kelding. Sen mening uchun o'zimni ustimda yurganlardan ko'ra afzalsan. Sen taqvodorsan, sen mo'minsan." Ana shunda qabr kengayadi. Mo'min bandaga jannatdagi joyi ko'rsatiladi va u
osoyishtalik bilan qiyomat bo'lishini kutadi. Agar qabrga kofir, munofiq, osiy banda qo'yiladigan bo'lsa, xush kelmading. Marhabo emas senga. Sendan ko'ra men uchun ustimda yurganlar afzal. Deydi-da, bir qisqanda deydi, qovurg'alari mana bundoq bo'lib ketadi deb qo'llarini ko'rsatdilar. Dod so'radi, faryod uradi, lekin hech kim eshitmaydi. Ana shunday holatda qiyomatni kutadi. Qiyomatda boradigan azobxonasini ko'rib kutadi. Shuning uchun ham o'tgan azizlarimizdan, ulug'larimizdan ba'zilari hovlilariga qabr qilib qo'yar ekanlar. Bir oz ko'ngillari qorayib qolgan bo'lsa, pokligidan his tuyg'ulari kamayib qolsa, o'sha qabrga tushib yotib o'zlarini o'lik holda sezar edilar. Shuning uchun ham mashoyixlarimiz zikrdan oldin robitatul maut degan robitani chiqarganlar. Allohni zikr qilishga tayyorlanayotganda murid ko'zini yumib o'zini o'lgan hisoblaydi. Butun dunyodan ayrilgan hisoblaydi. O'lib harakatsiz Allohning huzurida turgandek bo'lganda, ana shu maqomni his qilgandan so'nggina zikrini boshlaydi. O'limni eslash mana shu tariqa siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun o'ta foydali bir ish bo'ladi. O'limni eslash, o'limni bo'yniga olish, o'limdan keyingi narsalarga tan berish bu dunyoda ibodat bilan, halollik, poklik bilan, amal solih bilan barcha insoniyatga, hayvonotga, nabototga, jamoatga yaxshilik qilish bilan o'tishga chorlaydi. Ana shu ma'noda biz doimo o'limni eslab turishimiz, zinhor va zinhor bu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ana shunda qalblarimizni pokligi bardavom bo'ladi. Doimiy ravishda taqvo saviyasida yuramiz. Bu dunyo va oxiratimiz uchun yaxshiliklarni ko'p bahramand bo'lishimiz inshaalloh sababchisi mana shu, demak o'limni eslash deb atalgan bir maqom bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni tafakkur qiladigan bandalaridan, tafakkuridan foyda oladigan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Hammalarimizni o'limni haq ekanligini tan olib, uni doim eslab yuradigan va bu ishdan bu dunyoyu oxiratimiz uchun o'zimizga foyda keladigan bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Savol: o'tgan darsingizda Qiyomul laylga tayyorgarlik haqida ma'lumot oldik. Qiyomul laylda bajariladigan amallar va undagi ko'zlangan holatlar haqida bilishni istardik. Xo'p, Qiyomul laylda asosan nafl namoz o'qiladi. Ya'niki kechani bedor o'tkazish ma'nosidagi, demak Qiyomul laylda asosan nafl namozlar o'qiladi. Fursati bo'lsa tilovati Qur'on qiladi va zikr qiladi. Tasbih aytadi, takbir aytadi, tahlil aytadi. Ana shunday qilib, o'sha Qiyomul laylni miqdoriga qarab amalini belgilaydi. Aytdikki, eng kami 2 rakat namoz o'qish dedik. Tahajjudni Rasul akram alayhisolatu vassalomni o'zlariga o'xshatib o'qiyman desa 8 rakatgacha o'qiydi. Hammasi o'sha aytganimizdek tadabbur bilan, tafakkur bilan, yaxshi bir holat bilan bo'ladi. Faqat Allohning zikri, tilovati Qur'on, nafl namoz mana shu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi Qiyomul layl qiyomida. Savol: sizning yangi yozgan ruhiy tarbiya kitobingizning qismlari poklanish, tiklanish, xulqlanish deb nomlanishi tariqat, ma'rifat va haqiqat so'zlariga qanchalik aloqador? Bu jumlalarning o'zaro bog'liqligi bormi? Yo'q, bu atamalarni, bu so'zlarni bir-biriga bog'liqligi yo'q.
mashoyixlarimiz ana shu insonni qalbini poklanishi, axloqini sayqallanishiga, tibbil qulubga, qalblarni tabobatiga oid ilmni 3 ga bo'lishgan. Bu siz aytgan narsa undan yana tashqariga chiqib ketyapti. Bu shu. Buni men ixtiro qilganim yo'q, ulug'larning gapi. Arabchasiga tatahhur, tahaqquq, tahalluq deb ataladi. Bu hamma kitoblarda bor narsa, yangilik emas bu. Bu qalb poklanishi, qalbdagi mog'orliklarni, gunohlarni, noto'g'ri holatlarni tozalab, yaxshilab tuzatish. Ikkinchisi, islomiy sifatlarini o'zida mujassam qilish. Uchinchisi, xulqlanish, ana shu sifatlarni o'zida xulqqa aylantirish. Ya'niki majburlamasa ham o'z-o'zidan kelib chiqaveradigan bir sifatlarga aylantirish uchun harakat qiladi. Savol: ikkinchi ayolga uylangan erkak erlik vazifasini ado etmayapti. Ya'ni haftalab xabar olmaydi. Ba'zida kelib nafsini qondirib ketadi. Bundan charchagan ayol talog'ini berishini so'rashiga qaramay, er uning talabini qondirayotgani yo'q. Shunda ayol o'zini o'zi taloq qila oladimi? Mana shu holat hozirgi kunning eng yomon tarqalgan holatlardan bittasi. Xo'p, ba'zi odamlar o'qiladi, ayolni ikkita qilib oladi. Xo'p, adolat yo'q. Shariatning birorta hukmi bilan ishi yo'q. Lekin sunnatga amal qildim, ikkita xotin oldim deydi. O'ziga kerak bo'lganda sunnat kerak bo'ladi, lekin o'sha sunnatning orqasidan kelayotgan shariatning talabi bilan ishi yo'q. Bu hozirgi savoldagi suratda demak ikkinchi xotinning oldiga bormay qo'ygan er. Xohlagan vaqtida boradi-da, shu o'zini demak xohishini qondirgandan keyin yana xotin bilan ishi yo'q, nafaqa ham yo'q, boshqa ham yo'q, tashlab yuraveradi. Endi bundan jonidan to'ygan xotin men ajrayman deyapti. Ajrayman desa yo'q deydi, men seni qo'yib yubormayman deydi. Shu bilan birga erlik ham qilmaydi, nafaqa ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi. Haligi ayol bechora osilib qolgan. Xotin bo'lib xotin emas, boshi ochiq bo'lib boshi ochiq emas. Nima qiladi? Mana bu yerda aytayaptiki, talog'ini so'rasam bermayapti. O'zim taloq qilsam bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi o'zini o'zi taloq qilmaydi. Lekin mana shunday holatlarda ikkita yo'l bor. Ayol kishini o'sha zolim erdan ajrashi uchun shariat ko'rsatgan. Bittasi xulu' deyiladi. Xulu' deganda ayolga er shunaqa yoqmay qolsa, men bundan ajrayman deb qoziga murojaat qiladi-da. Menga bunaqa erning keragi yo'q. Masalan uchun o'qilyapti, shuning uchun men bu bilan ajrashaman deb arza beradi. Qozi ko'rib, ikkovidan so'rab surishtiradi. Ana o'shunda erga xotin mahrni berib, mana menga bergan mahringni ol. O'zingdan bo'lsin-da desa, bo'ldi, endi xuluq bo'ldi, ikkovlaring ajradilaring desa, ayol ketaveradi. Iddasi chiqqandan keyin boshqa erga tegaveradi. Ikkinchisi nikohni fasx qilish deyiladi, buzish. Endi bu yerda xotin ajrashaman demaydi. Qoziga borib, erim menga qaramayapti deydi. Bunda endi xo'p deb tuzalsa yashab ketish niyati bo'ladi. Men nafaqam bermayapti. O menga erlik qilmayapti. Ana shunday xotin men har kuni yotadi, meni uyimga kelmaydi. Nima arzi bo'lsa aytadi. Qozi bu narsani bahs qilib, ko'rib, nima haqiqat bo'lganligini aniqlasa, erga keyin shart qo'yadi. Sen er bo'lganingdan keyin adolat qilishing kerak. Buni nafaqasini berishing kerak. Nafaqa deganda ayolning turar joyi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, dam olishi, davolanishi va boshqa ehtiyojlari uchun ketadigan barcha sarf-xarajatlarni er ta'minlash kerak. Ayoli ikkita bo'lsa, bir kun u bilan, bir kun bu bilan yotish kerak. Demak, shularni qilmayaptimi? Adolatsizlik bo'lyaptimi? Ayolni arz qilishga haqqi bor. Ana o'sha yerda qozi bu erligini bajara olmayapti ekan. Xotinga zulm bo'pti. Men bularning orasini ajratdim deb ko'pchilikning ichida u ikkovini oldida nikohni buzilgan deb e'lon qiladi.
unda xotin haligi mahrni ham qaytarib bermaydi, o'zimdan oladi. U ham o'shundan keyin ham idda o'tirib, iddasi chiqqandan keyin demak sovchi kutsa bo'laveradi. Savol: ayol kishi uchun erining xohishini inkor qilishda hayz va nifosdan tashqari uzrlar bormi? Masalan, bemor bo'lsa, bunda erkak qanday yo'l tutadi? Uylanishga qodir bo'lmasa-chi? Albatta kasallik uzr hisoblanadi. O'sha demak ishga yaramaydigan bir holati bo'lsa, uzrli bo'ladi. Demak, ayoli o'zi butunlay yaramay qolgan bo'lsa, albatta u ayolni e'tiborini qilib, yaxshi qarab, boqib, boshqa bir ikkinchi ayolga uylanishi, demak shariatda asosan ko'p xotinlikka ruxsat berishning sababi shu. Bir ayol bilan 10 yil, 15 yil yashadi. Allohning irodasiga ayol kasal bo'lib qoldi. Umuman ayollik ham qila olmayapti, boshqa narsaga ham yaramayapti. 15, 20 yoki undan oz ko'p yashagan odam endi uni haydab ko'chaga chiqarib qo'yib, boshqa xotinni olishi insofsizlik. Shu bilan birga endi erkakka ham xotining shunaqa bo'lib qolibdi, sen ham buni shu bilan birga o'tasan deyish, bu ham noinsoflik. To'g'ri hal shu. U xotinni ushlab qoladi, xizmatini qiladi, ehtiromini qiladi, boqadi, qaraydi, tabibga qaratadi, boshqa qiladida, keyin kelishib boshqa bir ayolni olib, u bilan ham birga yashaydi, chunki erkakka ham yashash kerak. Eng adolatli hal shu. Shuning uchun shariatda ko'p xotinlikka ruxsat berilgani shundan o'zi asosan. Savol: ayollar qabristonni ziyorat qilishlari mumkinmi? Xo'p, bu savolda demak ayol kishilarning qabristonni ziyorat qilishlari borasida 4 ta fiqhiy mazhablarimizdan 2 xil ijtihod sodir bo'lgan. Imomi Malik, Shofiiy va Ahmad ibn Hanbal mazhablarida ayol kishi qabristonni ziyorat qilishi mumkin emas. Hanafiy mazhabi bo'yicha mumkin, lekin bir necha shartlar bilan. Avvalo, ayol kishi tahoratli bo'lsin. Keyin ziyoratni odoblariga amal qilsin. 3-chi, xafachilik, mahzunlikni yangilaydigan ishlar qilmasin. Ya'ni dodvoy qilib, qabrga yotib olib, boshqa qilib, yana oilani, atrofdagilarni xafachiligini yangilaydigan xatti-harakatlar qilmasin. Ziyoratni odobiga amal qilib, ziyorat qilsa, bizning mazhabimizda ruxsat berilgan. Murobata degani o'zi aslida fiqhda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo dushman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobitlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida, axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi, halokatga boshlaydi.